Assalamualaikum qadrlik qarindoshlar. Amanlarga mendan salom. Men mushu bugungi mushu yig'inninki, bu seminarninki Uyg'ur qirg'inchiligining e'tirof qilingan kunni xotirlash munosabati o'tkazilganligidan birinchidan xush bo'ldim, yana bir tarafdan hamda rostlamaysan ko'nglim intayin yerim. Chunki yerim bo'lishi bundaq ikki sabab bor. Birinchidan bizda bir chiroyli Amerikada kuchlik siyaset, iqtisod hem dünyanınki mesela siyasi temperaturasını tanışıp turulgan aşnaq bir çoğun devletninki uç başkarı bizge Uygur qırgınçılığı deb itiraf qilib, şu Pompeo işxanıqdan chiqishdan bir kun baldur e'lon qildi onun için. Emniyet o degan qayda bo'yicha bizning oldimizga tepib berilgan bir top. Onu hem de muşunu men sizlarga muşnaq deb berdim, mana qana o'ynaysizlar degan naydi aniq bir bu bizga berilgan cho'ng signal edi. Lekin afsuski biz o'zimiz aç signalni yaxshi tanımadik. O signalni boshqa davlatlarning, boshqa parlamentlarning, boshqa hukumatlarning oldiga olib, "Mening qilsang qanday qaraysan" deb ash hukumatni biz ash savolni so'rayolmadik-chi. Buning ichida albatta onun ichki amil va tashqi amil va o'zimiz masalan tashqi amilni boshqa qo'yib turib, ichki amilga qarasaqmi, ichki amilda o'zimiz bilgandek bizda nurg'un bo'linish bor. O'xshamagan iqlimda o'xshamagan boshqalarninki ajandasini mangdigan nurg'un tashkilotlar bor. O'zimizning fikrining bir yerga kelmasligi sababidan ashundaq yaxshi bir fursatni biz qo'limizdan ketkizib qo'ydik. Ana shuning uchun shu nuqtadan aytganda meningki ko'nglimning yerim bo'lgan yeri shu. Ana yana birisi, yana bir afsuslantiradigan yer. Biz bu Xitoyning jinoyatini izlaymiz deb davomli degidek boshqalarning bizning og'zimizga sapagan gap bilan Xitoyning jinoyatini surishti qilamiz. O'ylab beqinglar Xitoy degan bir davlat, shunaqmi? Davlat bo'lgandan keyin u davlat bizningki shu lagerdan bizning shu lager sularni qarindoshlardan foydalanib, buningki masalan bizningki o'zimizning ziminida bularninki paydo qilayotgan foydasi, elayotgan foydasi, iqtisodiy manfaat bu hammadan ustun turadi. Bu Xitoy 2008-yildan tortib hozirgacha yak uningdan balduroq taxi shu WTO'ga qatnashgan vaqtdan tortib hisoblasak, dunyoninki iqtisodidan o'ziga to'xtamay manfaat elib kelayotgan bir sistemni yetildirib bo'lgan bir davlat. O chet eldagi iqtisodiy qurilmaning, chet eldagi ashunaq cho'ng bizneslarning yordamisiz Xitoy hargiz o'rib turolmaydi. Emniyetde bizningki shu Xitoyning ashundaq ichidan tushirib ketgan ashunaq qabiy sistemasidan foydalanayotgan chet eldagi boshqa nima bizneslarmi bor. Ularningki jinoyatni surishni qilmadik biz. Nima uchun? Agar ashlarni o'zining hukumati orqali surishni qila olsak, demak Xitoy hokimiyatiningki nurg'un, bu odatdagidek emas. Nayti shu jinini og'idek iqtisodiy qonni biz to'xtatib o'tgan bo'lamiz. Hatto qonni biz qon qo'yib berganga o'xshashli bir ish. O'dinki qon tomirini kesib o'tgan bo'lamiz. U xil ahvol ostida hozirgi Xitoyning iqtisodiy hozirgidan bakrak, tezroq vayron bo'lish ehtimoli intayin yaqin edi. Lekin ashuni qilolmadik biz. O'zimiz chet elda erkin dunyoda yashayapmiz. Biz aşınçılık özümüz tilimizmi bor? Agar ashuni qilayli desak, kuchimizni bir yerga kelib shuni qilalaymiz. Ammo mushimo bizniki nima uchun lagerning hozirgacha itilmay, uningda manfaat elayotgan, manfaat olg'uchining hammasi davomli degidek bizning qinimizni sho'rayotganligininki yana bir sababimiz shu. Endi bugun bu yerda biz shu Pompeo'ninki 2021-yili 1-oyning 19-kuni birinchi qatim shu Uyg'ur qirg'inchiligi degan hukmni dunyoga otgan kuni. Qoida bo'yicha biz masalan dunyo qurultiyi o'zininki Uyg'ur sotininki kunini xotirlab 12-oyning shuning o'zi bizga urilgan, yuzimizga urilgan eng chong shaplaqning birisi shu.
Endi gepimiz qaytib kelsak, demak, aslida o'zimizningki bir chiroyli xotirlash kunimiz bor turib, ashuni xalqaralashtirib, ashuni asosiy o'ringa chiqarmay, o'zimiz boshqacha yana bir iqlimni o'zimiz shakllantiryapmiz. Mandaqcha aytganda, bu xuddi qo'noqning terisini o'zimiz so'yib berganga o'xshashli bir ish. O'ylab beqinglar, dehqonchilik qilgan odam yaxshi bo'ldi. Qo'noqning terisini so'yib olsangiz nemisi qolib qoldi. Ichidagi urug'i ochiq oshkora oftobga nima qiladi? Unda qolganda uni qishincha saqlay olamsiz. Saqlag'ili olmaydi. Bu nayda oddiy bir logikalik bir hukm bu. Unda bo'lsa bizningki shuncha bilan yaxshi bir dippi oldimizga qo'yib berilgan shunday bir hukmni biz bir chetga ishtirib qo'yib, öz aldığımızda 12 ayının 9. günü bizningki Uyg'ur qirg'inchilik kuni degan buni nima ma'nosi endi? Mushumayliqi bizningki hozirgi mushu bular da'vo sepidaydi. Mayadagi mening bilishimda ko'p sonli mushu to'pga kirganlar bu sizlar milliy kurash. O'zimizningki zimin mustaqilligini deb kirgan odamlar. Bizning ashu nuqtadan aytganda bu bizga nisbatan qilgan cho'ng ziyonkashlik hisoblanadi. Şuna əlaqə meningki müşahid ümid qıladığım bizdə aslında bir uqum cəhətdən aslında bir yerə kildiğan həm güclü bir yerə əkələlaydigan həqiqi bir səmimilik oluş kerak. Səmimilik bilan biz bir yerə kelib, səmimilik bilan özümüzningki mustaqilligini aldın qorup qoyğan ahvalasda mushundaq çoğ aldımızga qoyup berilgan bir taqsi lag'manni olsun o'zimiz yalaydigan aslında bir holatga o'tishimiz kerak. Bu bizga berilgan intayin yaxshi fursat edi. Lekin ashni biz qo'ldan ketkizib qo'ydik. Endi bu 2 yil o'tganda bu yerda ham tabriklab o'tiribmiz. Bu xotirlash ketmaydi. Amaliyotda bizni nayt o'yga soldigan, cho'nqur o'ylaydigan, qalimizni silkib o'tib, ishimizni to'g'ri yo'lga buraydigan yana bir fursat deb qarayman. Yani mening yana bir taklifim amaliyotda mushu bizningki 1-oyning 19-kuniga atab bizda bu nima qilgan bir qancha narsa bo'lishi kerak. Har qanday xalqarodami bir vahshiy qabiy hodisa yuz bergan chaqda bir iznak chiqadi. Bir simbolik narsalar chiqadi-chu. Mush kunniki davomli mush narsani ko'sla, tishla darhol ashu kunniki aslaydigan. Biz 1-oyning 19-kuniga atab shu kunga atab ashuna bir narsani biz chiqarishimiz kerak. Ashu chiqmag'icha biz bu kunni asal unutib qolamiz. Ondan bu bizning ichimizdagi chalg'utlashish davomlashaveradi. 1-oyning 19-kuni aslında xotirlash kerak qayta bo'yicha. Ondan davomliq degidek bu biz uchun aytgan chaqda biz peshonimizga yozilgan bir bu o'zimiz nomus qilishga tegishli narsa. Özümüzden halkımızın özünün tupurumuzni biz qo'g'diganmay, ashna holatga tushirib qo'ygan biz mushi davrdagi odamlarning bizga nisbatan bir nomus qildigan ish. Bu nomusni yuyishning birdan bir usuli u kurash qilish. Hammaylar ashundaq bir strategik holda bir amal tepish, buni qanday qilish kerak degan bir yerga kelishni o'rganish. Bir ish bilan ana bir tashkillik asosida bir inqilobdek bir narsani qo'zg'ay olsak, ondan uning o'jdisini chiqarlaymiz. Rahmat.